Oxirgi kunlarda ko'tarilgan mavzulardan bittasi haqida hozir gaplashib o'tamiz. Grenlandiya. Assalomu alaykum. Welcome back to my channel. Gaplashadigan mavzuyimiz Amerika Qo'shma Shtatlarini bir necha oy oldin qiziqish bildirgan Grenlandiya mavzusi. Mana yaqin kunlarda o'tgan haftada yana shu mavzu qaytadan ko'tarildi. Unga ko'ra AQSh prezidenti Donald Tramp Grenlandiyani o'zini naqasi bilan, yuritayotgan siyosati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini tarkibiga qo'shish taklifi bilan, chiqib kelyapti. Bu bir necha oy oldin ko'tarilgan bir mavzu edi. Keyin yana yopilib, qolgan mavzularga o'tib ketilgandi. Hozirgi holatda qaraydigan bo'lsak, dunyoda, qanaqadir bir katta политический o'yinlar ketyapti. Ya'ni Yaqin Sharqdagi urushlar, Yevropada Ukraina, Rossiya urushi, va Shimoliy va Janubiy Amerikadagi Amerika Qo'shma Shtatlari va Venesuela o'rtasidagi nizolar, mana shu bir vaqtni o'zida Donald Tramp Grenlandiya masalasini ham doim, ochib-yopib shu mavzuga, to'xtalib o'tib ketyapti. Endi bir tomondan qaraydigan bo'lsak, nimaga Grenlandiyani Amerika o'zini territoriyasiga, qo'shish taklifi bilan chiqdi 47-prezident Donald Tramp. Shtat qilib qo'shishmi yoki avtonom respublika qilib qo'shishmi? Nimaga bu taklif berildi? Berilganda ham bu adversary, ya'ni, hozirda nizo bo'lib turgan davlatlar bilan emas, balki Amerika bilan ittifoqdosh bo'lgan davlatlarni territoriyasiga kiradi. Ya'ni Denmark, Daniyani, bir qismiga kiradi Grenlandiya, al va Denmark, Daniyani bilamizki, NATOni, North Atlantic, Treaty Organization'ni bir qismi, NATOni, sherigi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari esa NATOni boshqaradigan bosh bo'g'ini deb, aytib o'tsak bo'ladi. Endi bitta tashkilotni ichidagi birga ishlaydigan, eee, davlatlar bo'lishidan qat'iy nazar, bilib o'tamizki, Amerikani dunyoda hozir, emm, pak Amerikana, ya'ni Amerikani mutloq, imperiya sifatida mutloq xo'jayinlik qilib turganini bilamiz. Buni oddiygina Amerikani butun dunyo bo'ylab 900 dan ziyod bazalari borligidan ham bilsak bo'ladi. Yevropani o'zida har bir davlatni o'zida bir necha o'nlab bazalar borligidan bilamizki, o'sha, ma'lum bir NATO bo'lsin, NATOni organizatsiyani tarkibidagi davlatlarni ichidagi bitta davlat bo'lishidan qat'iy nazar, Amerika Qo'shma Shtatlari, emm, NATOdagi eng kuchli so'zini ayta oladigan, qolganlarga, emm, buyursa buyuradi, lekin o'zini teng huquqli deb bilmaydigan davlat hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi, Donald Trampdek biznesmen odam, politika dunyosidan emas, balki ko'chadan kirib kelgan biznesmendek odamni yurishlari, o'zini politikasi o'sha biznesni politikasidan bo'ladi. Ya'ni qayerdan manfaat bo'ladigan bo'lsa, o'sha manfaatga qarab boradiki, o'zi bilan birga ishlaydigan sheriklari bo'ladimi, atrofdagilar bo'ladimi, manfaat yo'lida ularni ham chekka surib qo'yishdan, eee, qaytmasligini ko'rishimiz mumkin. Endi bunga bir nechta sabablar keltirilgan. O'sha sabablarni, aksariyati albatta, balki hammasi to'g'ri deb ko'rib o'tsak bo'ladi. Ulardan bittasi, hozir Antarktikada, shunaqa bir, o'yin ketyaptiki, Antarktikada, eee, izlanish, o'rganish va rare mineral earths degan materiallarni, eee, topish, shunaqa ishlar ketyapti Rossiya va Xitoy tomonidan va o'shanga, competitive, ya'ni bir, musobaqadosh, ya'ni, ular bilan kim o'zarga bunaqa, o'ynash uchun Amerika ham bunga, buni bir qismi hisoblanadi. Bu o'yinni bir qismida turibdi va, Antarktika Grenlandiyani oldida bo'lib turib, o'sha atrofdagi katta qismdagi yerlarni egallaydi. Mana ko'rib o'tishimiz mumkinki, tarixdan qaraydigan bo'lsak, butun dunyoni qazilmalari, boyliklari, o'sha insoniyat bor ekan.
o'sha nima deydi, ma'danlarga, tabiiy ma'danlarga bo'lgan ehtiyoj bor ekan, doim shunaqa ma'danlar qidirilgan yer yuzidan odam zot yashaydigan joylarda. Ya'ni o'sha oltin, kumush, bular biza bilgan narsalar. Bizadan undan tashqari yana shunaqa manbalar borki, o'sha tabiiy boyliklar borki, yer osti tabiiy boyliklari, ular hali, eee, o'rganilmagan, topilmagan joylar bor. O'shalardan bittasi Antarktika va Antarktikani yaqinida turgan Grenlandiya. Grenlandiya, statistikalarga bo'yicha yer osti tabiiy boyliklari bilan to'la yer hisoblanadi. Am, O'shalardan biri, endi bir nechtalari sanab o'tilgan, lekin o'shalardan biri uranium masalan, telefon ishlab chiqarish, elektrik mashinalarni ishlab chiqarish va hokazo qismlarda asosan texnologiyaga, judayam kerak bo'lgan, moddalardan biri hisoblanadi uranium. Mana shu uranium moddasiga, tabiiy yerosti, boyligiga Amerikada doim talab bor, va buni asosan chet davlatlardan, asosan Xitoydan oladi. Mana shunga o'zini tabiiy resurslariga yanayam erkin bo'lishi uchun, bu tabiiy boyliklar arzonroq tushishi uchun, bunga ko'zlab qilingan qadam deb, o'sha jurnalistlar yoki veb-saytlarda shunaqa ma'lumotlar berilgan. Albatta, bu, mana shu sabablardan eng muhim sabab deb, eee, ko'rib o'tiladi. Endi hozirgi, dunyo davlatlarini Xitoy va Amerika o'rtasidagi, raqobatdoshlikni ko'radigan bo'lsak, asosiy raqobatdoshlik, iqtisodda bo'lib o'tayotganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Iqtisodda oxirgi vaqtlarda Xitoy iqtisodiyoti judayam oldinga o'tib ketgani, chunki uni ishlab chiqarish, resurslarini kattaligi, va o'zida ham ishlab chiqarish tangina faqat ishlab chiqarish emas, balki, tabiiy resurslardayam boyligini, eee, ko'rib o'tgan holatda, oxirgi oxirgi couple of decades maybe 10 to 20 years maybe, Amerikadan iqtisodiyoti ancha oldinga o'tib ketayotganini ko'rishimiz mumkin va, kelajakdagi raqobatdoshligida, kelajakdagi, eee, agar yaqin kelajakda kattaroq urush bo'ladigan bo'lsa, bu urushni o'sha bu 2 buyuk davlat o'rtasida, eee, qanaqadir bir yo'nalishda ko'rib o'tishimiz mumkin. Balki iqtisod sohasida, balki, harbiy sohada, balki boshqa sohada bo'lishi mumkin. Lekin bunga Amerika oldindan kelajakda o'ylab bir ish qilayotganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Grenlandiya masalasiga kelganda, endi NATO davlatlarining vakillari o'zlarini ma'lum bir, bunaqalarini, statementlarini, ya'ni so'zlarini aytib chiqib o'tdi. Ya'ni bu qonuniy emasligi, bunga, yo'l qo'ymasliklarini va boshqa sta so'zlarni, statementlarni, chiqarishdi. Lekin degan joyi bor, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Grenlandiyani o'zini tarkibiga qo'shib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu menimcha, hech qanaqa qarshiliksiz amalga oshiriladigan narsa deb o'ylayman. Chunki birinchidan, NATO davlatlari, umumiy olganda Yevropa bunga qarshilik ko'rsat ko'rsatmaydi. Ko'rsatgan taqdirda ham menimcha ko'rsatadigan darajada harbiy salohiyati yoki qudrati, yetmaydi Amerika Qo'shma Shtatlarini, harbiy salohiyatiga. Keyin bu ittifoqdoshlar manimcha o'rtada qanaqadir murosaga kelishishlari mumkin. Yoki Grenlandiyani Amerikani tarkibiga berishadi, yoki qanaqadir bir kontraktlar asosida, masalan 50 yillik, 100 yillik kontraktlar asosida, Amerikaga berishi, eee, bo'lishi mumkin. Endi buni yanayam vaqt ko'rsatadi, lekin oxirgi vaqtda hech kim kutmagan, eee hech kimni xayoliga kelmagan mavzulardan bittasi bu Grenlandiyani Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'shilishidir. Yana o'sha Trampni Donald Trampni birinchi Amerika prezidenti etib saylangan vaqtdagi vaziyatga qaytadigan bo'lsak, bu nafaqat Grenlandiya, balki
Kanadaniyam Amerikani bir shtati sifatida qo'shish taklifi berilgan edi va bu judayam ko'p norozichiliklar ga keltirib chiqargan edi. Nafaqat Amerikani ichidan, balki Kanada va dunyoni ko'plab mintaqalarida eee, ma'lum bir vaqtlar o'tishi bilan bunga yanayam oydinlik kiritiladi, va o'sha vaqtda bu mavzuga yanayam ko'lamli yondashib ma'lumotlar berib o'tsak bo'ladi. Hozir hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, am, Amerika Grenlandiyani Amerikani hududiga qo'shish istagini bildiryapti, va Grenlandiya De Denmark, ya'ni Daniya, Grenlandiyaga o'z huquqi bor, uni bir qismiga kiradi va Yevropa davlatlari va Daniya boshchiligida bu norozilikni ular bildirib o'tishyapti. Hozircha bu masala mana shu joyda, shu holatda turibdi. Yanayam yaqin kelajakda ma'lum bir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu mavzuga yanayam to'xtalib o'tamiz. Aytib o'tganimdek, bu Grenlandiyani Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'shilishiga asosiy qiziqish bu uni yer osti tabiiy boyliklari va Grenlandiyani atrofida judayam yaqin turgan a Antarktikani, Antarktikada bo'lgan keyinchalik qiziqishlar hisoblanadi.